Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar. Ota-onasining pensiyasi bilan shug'ullanayotgan farzandlar, vasiylar va yaqinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntiraman. Ayrim qo'shimcha to'lovlar pensionerga avtomatik tarzda kelmaydi. Ya'ni ariza berilmasa, odam o'ziga tegishli pulni ola olmay qolishi mumkin. Bu masala har bir xonadonga tegishli. Chunki ko'pchiligimiz pensiya tayinlangan bo'lsa, hamma qo'shimcha pullar ham o'zi qo'shilib boradi deb o'ylaymiz. Afsuski. Amaliyotda har doim ham bunday emas. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun kim ariza berishi kerak, qaysi holatlarda qo'shimcha to'lovlar to'xtab qolishi yoki umuman tayinlanmasligi mumkin, qayerga murojaat qilish kerak, qanday hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Bularning hammasini oddiy tilda tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosib qo'ying, chunki bunday ma'lumotlar ko'p pensionerlarning real pulini saqlab qoladi. Men eng avvalo asosiy narsani aniq aytib olay. Pensiya deganda faqat har oy keladigan asosiy pensiya summasini tushunmaslik kerak. Pensiyaga turli ustamalar, kompensatsiyalar, qo'shimcha to'lovlar, imtiyozli to'yiflar uchun qo'shimchalar, parvarish bilan bog'liq to'lovlar, nogironlik holatiga bog'liq qo'shimchalar, ma'lum maqom yoki holat tasdiqlanganda beriladigan pullar qo'shilishi mumkin. Lekin bu qo'shimchalarning hammasi ham tizimda avtomatik ko'rinib qolmaydi. Oldin ko'p holatlarda odamlar tuman pensiya bo'limiga borib, hujjatni ko'rsatib, ariza yozib, keyin qo'shimcha to'lov tayinlatgan. Hozir esa davlat xizmatlari, elektron bazalar, idoralararo ma'lumot almashinuvi kuchaydi. Ko'pchilik shu sababli endi hammasi avtomatik bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Ayrim ma'lumotlar elektron tizim orqali keladi. Masalan, yosh, pensiya turi, ayrim ish staji ma'lumotlari, bank kartasi ma'lumotlari yoki ayrim idoralardagi ro'yxatlar ko'rinishi mumkin. Lekin hayotdagi har bir o'zgarish elektron bazada o'z vaqtida aks etmasligi mumkin. Masalan, pensionerning sog'lig'i o'zgardi, nogironlik guruhi belgilandi. U yolg'iz yashayotgani bo'yicha holat paydo bo'ldi. Parvarishga muhtojlik aniqlandi. Qaramog'ida mehnatga layoqatsiz shaxs borligi yuzaga keldi. Manzil o'zgardi, ayrim imtiyozli maqom tasdiqlandi. Hujjat yangilandi yoki avvalgi hujjat bazaga kiritilmagan bo'ldi. Bunday paytda pensioner yoki uning vakili mening holatim o'zgardi, iltimos qayta ko'rib chiqing deb ariza bermasa, tegishli qo'shimcha to'lov tayinlanmay qolishi mumkin. Eng xavfli tomoni shundaki, odam buni bir necha oy yoki hatto bir necha yil bilmasdan yuradi. Keyin nega meniki kam, qo'shnimniki ko'p deb solishtirganda muammo ochiladi. Men amaliyotda shuni ko'p ko'raman. Ikki pensionerning yoshi bir xil, ish staji o'xshash, lekin bittasida qo'shimcha to'lov bor, ikkinchisida yo'q. Sababini tekshirsak, bittasi o'z vaqtida ariza bergan, hujjatini topshirgan. Ikkinchisi esa o'zi qo'shilsa kerak deb kutib yurgan. Birinchi navbatda men pensionerlarga shuni maslahat beraman. Agar sizning hayotingizda pensiya tayinlangandan keyin biror muhim o'zgarish bo'lgan bo'lsa, albatta pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, pensiyangiz qayta hisoblanishi yoki qo'shimcha to'lovga asos bor yo'qligini tekshirtiring. Muhim o'zgarish deganda faqat ishga kirish yoki ishdan chiqishni emas, balki sog'liq, oila tarkibi, qaramog'ingizdagi shaxslar, nogironlik, parvarish, yolg'iz yashash, imtiyozli maqom, hujjatlarda tuzatish bo'lishi kabi holatlarni ham nazarda tutyapman. Kimlar albatta e'tibor berishi kerak? Birinchidan, nogironligi bo'lgan pensionerlar. Agar nogironlik guruhi o'zgarsa, muddati uzaytirilsa, yangidan belgilansa yoki tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasida o'zgarish bo'lsa, bu pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Ba'zi odamlar komissiya belgiladi-ku, endi pensiya ham o'zi o'tadi deb o'ylaydi. Ba'zan o'tadi. Ba'zan kechikadi. Ba'zan hujjatni tasdiqlash uchun ariza talab qilinadi. Shu sababli yangi xulosa olganingizdan keyin jim o'tirmang. Ikkinchidan, yolg'iz yoki parvarishga muhtoj pensionerlar. Ayrim to'lovlar odamning real yashash sharoiti, unga qaraydigan shaxs bor yo'qligi, tibbiy xulosa, mahalla ma'lumnomasi yoki ijtimoiy xizmatlar xulosasiga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar pensioner o'zi yurishga qiynalsa, doimiy dori-darmon, yordam, kuzatuv kerak bo'lsa, farzandlari boshqa joyda yashasa, hujjatlar rasmiylashtirilmasa, tizim buni bilmaydi. Davlat xodimi har bir uyga kirib, sizga qo'shimcha kerakmi deb har oy tekshirib yurmaydi. Shuning uchun ariza muhim. Uchinchidan, qaramog'ida mehnatga layoqatsiz oila a'zosi bo'lgan pensionerlar. Misol uchun, pensioner onaning qaramog'ida nogironligi bo'lgan farzand bor. Yoki pensioner boboning qaramog'ida ota-onasiz qolgan nevarasi bor.
yoki turmush o'rtog'i mehnatga layoqatsiz holatda. Bunday holatlar pensiya yoki ijtimoiy to'lovlar bo'yicha alohida ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin qaramlikni isbotlash kerak bo'ladi. Og'zaki men boqaman deyish yetmaydi. Hujjat bo'lmasa to'lov ham bo'lmaydi. 4-dan pensiya tayinlangandan keyin ish staji, ish haqi, arxiv hujjatlari topilgan pensionerlar. Ko'p odamlar 1990 yillar, 2000 yillar boshidagi ish joyidan ma'lumotnoma topolmay pensiyaga chiqadi. Keyin eski mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, korxona hujjati yoki ish haqi to'g'risidagi ma'lumot topiladi. Agar bu hujjat pensiya hisobiga ta'sir qilsa, qayta hisoblash mumkin bo'lishi ehtimoli bor. Lekin yana o'sha gap, hujjatni javonga solib qo'ysangiz, pensiya o'zi ko'paymaydi. Ariza berasiz, tekshiruv bo'ladi. Asos bo'lsa qayta hisoblanadi. Endi aniq hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Masalan, Anvar ota 68 yoshda pensiyasi 1 million 2,5 ming so'm deb olaylik. U pensiyaga chiqqandan keyin sog'lig'i yomonlashdi. Unga nogironlik guruhi belgilandi. Lekin u doktorlar hammasini kompyuterga kiritdi. Pensiya jamg'armasi o'zi biladi deb 6 oy yurdi. Keyin farzandi borib tekshirtirsa, qo'shimcha to'lov bo'yicha ariza berilmagani, hujjatlar pensiya yig'majiligiga kiritilmagani ma'lum bo'ldi. Agar ariza o'z vaqtida berilganda, u har oy masalan 200 ming yoki 300 ming so'm atrofida qo'shimcha olishi mumkin edi. Aniq summa holatga bog'liq. 6 oyda bu 1 million 200 mingdan 1 million 800 ming so'mgacha pul degani. Bu kichik pul emas. Ayniqsa dori-darmon oladigan pensioner uchun juda muhim. Yana bir misol. Malika Aya 7 yoshda yolg'iz yashaydi. Farzandlari boshqa viloyatda. O'zi esa titsasidan operatsiya bo'lgan. Ko'chaga chiqish qiyin. Mahalladagi ayollar sizga parvarish yoki ijtimoiy yordam bo'yicha murojaat qiling deyishgan. Lekin Malika Aya men birovdan narsa so'ramayman deb yuravergan. Bu yerda gap tilanchilik yoki yordam so'rash emas. Bu qonuniy huquq. Agar inson shartlarga mos bo'lsa, u davlat belgilagan to'lov yoki xizmatdan foydalanishi kerak. Ariza berilmasa, mahalla ijtimoiy xizmat yoki pensiya organi holatni rasmiy tartibda ko'rib chiqmaydi. 3-misol, Rustam aka pensiyaga chiqqanda mehnat daftarchasida 25 yil staj ko'ringan. Oradan 1 yil o'tib, sobiq zavod arxividan yana 6 yillik ish staji va ish haqi to'g'risida ma'lumot topildi. Rustam aka bu hujjatni olib kelib uyida saqlab qo'ydi. Chunki pensiya bir marta tayinlangan, endi baribir o'zgarmasa kerak deb o'yladi. Aslida esa bunday hujjat ayrim holatlarda pensiya miqdorini qayta ko'rib chiqishga asos bo'lishi mumkin. Hujjatni topshirib ariza bergandan keyingina mutaxassislar hisob-kitob qiladi. Ehtimol pensiya 8 ming so'mga oshar. Ehtimol yo'q 9 ming so'mga, ehtimol umuman ta'sir qilmas. Lekin tekshirtirmasangiz buni bilmaysiz. 4-misol. Pensioner ayolning qaramog'ida nogironligi bo'lgan turmush o'rtog'i bor. Uyda ikkalasi yashaydi. Asosiy xarajatni ayolning pensiyasi qoplaydi. Ular yillar davomida bizga nima beriladi bilmaymiz deb yurishadi. Bunday oilalarda bir nechta yo'nalishni tekshirish kerak. Pensiya qo'shimchasi bormi? Ijtimoiy nafaqa bormi? Parvarish bo'yicha yordam bormi? Kommunal yoki boshqa imtiyozlar bormi? Nogironlik hujjatlari to'g'ri rasmiylashtirilganmi? Har bir holat alohida tekshiriladi. Lekin birinchi qadam ariza va murojaat. Kim xavotir olmasa bo'ladi. Agar sizning pensiyangiz yaqinda tayinlangan bo'lsa, barcha hujjatlar to'liq topshirilgan bo'lsa, nogironlik, qaramog'ingizdagi shaxs parvarish, yolg'iz yashash, yangi staj, yangi hujjat. Imtiyozli maqom bo'yicha hech qanday o'zgarish bo'lmasa, unda vayma qilish shart emas. Lekin baribir yilga kamida bir marta pensiya miqdori va to'lov tarkibini tekshirtirish foydali. Chunki inson o'z huquqini bilsa, hech kim uni chalg'ita olmaydi. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, hamma qo'shimcha to'lovlar bir xil tartibda berilmaydi. Ba'zilarga ariza yetarli bo'ladi. Ba'zilarga tibbiy xulosa kerak. Ba'zilarga mahalla yoki ijtimoiy xizmat xulosasi kerak. Ba'zilarga arxiv hujjati, sud qarori yoki boshqa idora ma'lumoti kerak bo'ladi. Shuning uchun qo'shni bitta pasport bilan oldi. Menga nega hujjat so'rayapti? deb xafa bo'lish noto'g'ri. Qo'shningizning holati boshqa bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, qo'shimcha to'lovlar odatda huquq paydo bo'lgan sana, murojaat qilingan sana va hujjat topshirilgan sanaga qarab hisoblanadi. Bu juda muhim. Agar siz huquqingiz borligini bilib, lekin ariza bermay yursangiz, keyin menga 2 yil oldingisini ham to'lab bering desangiz, har doim ham to'liq berilmasligi mumkin. Qaysi to'lovda qaysi muddatdan qayta hisoblash mumkinligi alohida tartibga bog'liq. Shuning uchun men doimo aytaman, kutmang.
biror asos paydo bo'ldimi, darhol murojaat qiling. Uchinchi nozik jihat, og'zaki murojaat yetarli emas. Ko'p pensionerlar bo'lib, mening pensiyamni tekshirib bering deydi. Xodim umumiy javob beradi, odam qaytib ketadi. Keyin esa hech narsa o'zgarmaydi. Chunki rasmiy jarayon uchun ariza kerak. Arizada nima so'rayotganingiz aniq yozilishi kerak. Pensiyamga qo'shimcha to'lov tayinlash masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Yangi taqdim etilgan hujjatlar asosida pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Nogironlik holatim bo'yicha qo'shimcha to'lovlar bo'lar mavjudligini tekshirib berishingizni so'rayman kabi. 4-nozik jihat, bank kartasiga pul tushmagani har doim pensiya organining xatosi emas. Ba'zan karta muddati tugagan bo'ladi. Bank rekvizitlari o'zgargan bo'ladi. Pensioner boshqa hududga ko'chgan bo'ladi. Hisob raqam bloklangan bo'ladi. Hujjatda familiya yoki tug'ilgan sana xatosi bo'ladi. Lekin bu xatolar ham to'lovga ta'sir qiladi. Shuning uchun pul kechiksa, faqat davlat bermayapti deb o'tirmang, bank va pensiya bo'limi bilan birga tekshiring. 5-nozik jihat, ishonchnoma va vakillik masalasi. Ayrim pensionerlar yura olmaydi. Kasal uzoq qishloqda yashaydi yoki ko'zi yaxshi ko'rmaydi. Bunday holatda farzandi, nabirasi yoki boshqa ishonchli odam yordam berishi mumkin. Lekin rasmiy hujjat talab qilinishi ehtimoli bor. Agar pensioner o'zi imzo qo'ya olmasa, notarial ishonchnoma, vasiylik hujjati yoki qonuniy vakillik masalalari to'g'ri rasmiylashtirilishi kerak. Men o'g'liman deyish ba'zi jarayonlarda yetarli bo'lmasligi mumkin. 6-nozik jihat, propiska, yashash manzili va real yashash joyi. Pensioner bir hududda ro'yxatda turib, boshqa hududda yashashi mumkin. Ayrim ijtimoiy yordamlar yoki xizmatlar yashash joyi bo'yicha o'rganiladi. Agar manzil ma'lumotlari chalkash bo'lsa, tekshiruv kechikadi. Masalan, pensioner Toshkent viloyatida ro'yxatda, lekin Samarqandda qizning uyida yashaydi. U parvarishga muhtoj bo'lsa, qaysi hudud o'rganadi, qaysi mahalla ma'lumot beradi, qaysi bo'lim to'lovni ko'rib chiqadi. Bular aniqlashtirilishi kerak. Shu sababli manzil masalasini ham tartibga keltiring. 7-nozik jihat, ortiqcha to'lov xavfi. Men faqat qo'shimcha olish haqida emas, mas'uliyat haqida ham aytishim kerak. Agar pensionerning holati o'zgarsa va u bu haqda xabar bermasa, ayrim to'lovlar noto'g'ri davom etishi mumkin. Keyin ortiqcha to'langan pulni qaytarish talabi chiqishi ehtimoli bor. Masalan, qaramog'idagi shaxs endi qaramog'ida bo'lmasa, nogironlik muddati tugagan bo'lsa, parvarish holati o'zgargan bo'lsa, yashash sharoiti o'zgargan bo'lsa, bu haqda vaqtida xabar berish kerak. Huquq bilan birga majburiyat ham bor. Endi nima qilish kerakligini aniq qadamma-qadam aytaman. Birinchi qadam, o'zingizdagi barcha hujjatlarni yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, pensiya tayinlanganligi bo'yicha hujjatlar, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi haqidagi ma'lumotlar. Nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, qaramog'ingizdagi shaxslar hujjatlari, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomalari, vafot etganlik guvohnomasi, mahalla ma'lumotnomasi. Bank rekvizitlari, holatingizga tegishli hammasini papkaga soling. Hujjatlar tartibli bo'lsa, ish tezlashadi. Ikkinchi qadam, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Agar borish qiyin bo'lsa, yaqinlaringizdan yordam so'rang. Shuningdek, Davlat xizmatlari markazi, MyBookUp, uz portali yoki tegishli ishonch telefonlari orqali maslahat olish imkoniyatlarini ham tekshiring. Har bir hududda tartib biroz amaliy jihatdan farq qilishi mumkin, lekin asosiy qoida bir xil. Rasmiy murojaat qiling, ariza topshiring, qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam yoki belgi oling. 3-qadam, arizada umumiy gap yozmang. Aniq yozing. Masalan, men falonchi pensiya oluvchiman. Pensiya tayinlangandan keyin nogironlik holatim belgilanganligi sababli pensiyamga qo'shimcha to'lov tayinlash masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Ilova tibbiy xulosa nusxasi yoki yangi topilgan ish staji va ish haqi to'g'risidagi hujjatlar asosida pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Ariza aniq bo'lsa, javob ham aniq bo'ladi. 4-qadam. Hujjat topshirganda nusxa qoldiring. Asl hujjatni meha berayotgan bo'lsangiz, qabul qilinganligi haqida qayd bo'lsin. Nusxalarda sana qabul qilgan xodimning belgisi yoki elektron murojaat raqami bo'lsa, keyin kuzatish oson bo'ladi. Men pensionerlarga doim aytaman. Hujjatni topshirdim degan gapning o'zi yetmaydi. Tasdiq bo'lsin. Chunki keyin qachon topshirgansiz degan savol tug'iladi. 5-qadam, javobni kuting, lekin nazorat qiling. Murojaat topshirilgandan keyin belgilangan muddatlarda ko'rib chiqilishi kerak. Agar javob kechiksa, murojaat raqami bilan so'rang.
agar rad javobi berilsa, rad etish sababi yozma bo'lsin. Sizga tegishli emas degan og'zaki gap yetarli emas. Nega tegishli emas, qaysi hujjat yetishmayapti, qaysi shart bajarilmagan, buni bilishingiz kerak. Ba'zan bitta yetishmagan ma'lumotnoma sababli to'lov rad etiladi. Odam esa shu hujjatni olib kelishi mumkin bo'ladi. 6-qadam, pensiya summangizni solishtirib boring. Har oy bank kartaga tushgan pulni yozib boring. Agar bir oy ko'p, bir oy kam tushsa, sababi bilan qiziqing. Qo'shimcha to'lov tayinlangan bo'lsa, qaysi sanadan, qancha miqdorda, asosiy pensiyadan alohidami yoki umumiy summada keladimi, buni aniqlashtiring. Ko'p odam umumiy tushgan pulni ko'radi, lekin tarkibini bilmaydi. Tarkibini bilmasangiz, qaysi to'lov bor, qaysi biri yo'q tushunmaysiz. 7-qadam, agar pensionerning o'zi tushunmasa, farzandlari yordam bersin. Men yosh tomoshabinlarga alohida murojaat qilaman. Ota-onangizning pensiyasi faqat ularning ishi emas. Ular hujjatlarni tushunmasligi, internetdan foydalana olmasligi, idoraga borishga uyalishi yoki qiynalishi mumkin. Siz bir kun vaqt ajratib hujjatlarni tekshirib bersangiz, ehtimol oyga 100 minglab so'm qo'shimcha huquqi borligi aniqlanar. Bu oilangiz budjeti, dori-darmon xarajati, oziq-ovqat, kommunal to'lovlar uchun katta yordam. 8-qadam, hech kimga pul berib tezlashtirib beraman degan gaplarga ishonmang. Qo'shimcha to'lov qonuniy asosda beriladi. Agar huquqingiz bo'lsa, ariza va hujjat bilan olasiz. Agar huquq bo'lmasa, kimdir pul evaziga va'da bersa ham bu xavfli. Sizni aldashi, hujjatingizni yo'qotishi yoki noqonuniy ishga tortishi mumkin. Faqat rasmiy yo'l bilan, qabul raqami bilan, yozma javob bilan ishlang. 9-qadam, hujjatlaringizdagi xatolarni tuzating. Familiya bir joyda Karimova, boshqa joyda Karmova bo'lsa, tug'ilgan sana bir hujjatda boshqacha, boshqa hujjatda boshqacha bo'lsa, otasining ismi noto'g'ri yozilgan bo'lsa, bu tekshiruvni to'xtatishi mumkin. Ayniqsa eski mehnat daftarshalari va arxiv ma'lumotlarida xatolar uchraydi. Bunday holatda tegishli idora arxiv yoki sud orqali faktni tasdiqlash kerak bo'lishi mumkin. Bu vaqt oladi, lekin pensiya hisobiga ta'sir qilsa, bunga arziydi. 10-qadam, o'z holatingiz bo'yicha savollar ro'yxatini oldindan yozib boring. Masalan, mening pensiyam tarkibida qanday qo'shimcha to'lovlar bor? Nogironlik hujjatim hisobga olinganmi? Yangi staj hujjatim pensiyaga ta'sir qiladimi? Qaramog'imdagi shaxs bo'yicha qanday imkoniyat bor? Agar ariza bersam, qaysi sanadan hisoblanadi? Qaysi hujjat yetishmayapti? Shunday so'rasangiz, siz umumiy javob emas, foydali javob olasiz. Demak, bugungi asosiy fikr shuki, pensionerlar ayrim qo'shimcha to'lovlarni arizasiz ololmay qolishi mumkin. Pensiya tayinlangan bo'lsa ham hayotingizdagi yangi holatlar, sog'liq, nogironlik, parvarish, qaramog'ingizdagi shaxslar, yangi topilgan staj yoki hujjatlar avtomatik ravishda har doim pensiyangizga qo'shilib ketadi deb ishonib o'tirmang. Ariza bering, hujjat topshiring, qabul qilinganini tasdiqlating va javobni nazorat qiling. Men sizga shuni maslahat beraman. Bugunoq hujjatlaringizni bir ko'zdan kechiring. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularning pensiya hujjatlarini ham tekshiring. Bir marta e'tibor berganingiz kelajakda har oy qo'shimcha pul bo'lib qaytishi mumkin. Eng muhimi, bu sizning qonuniy huquqingiz, undan foydalanishdan uyalmang. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Ariza berganingizdan keyin pensiyangiz oshdimi? Qo'shimcha to'lov oldingizmi? Qaysi hujjat so'raldi? Sizning tajribangiz boshqa pensionerlarga yordam beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Keyingi videolarda ham pensionerlar, nafaqalar va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni oddiy tilda tushuntirib beraman.